U vaqtda pichoqda kesib yurganda ilmiy ishni bilmayman ekanman, man yurib o'rgan ekanman. Endi shu Olimpiyada 80 bo'lyapti o'tishdi Moskvada. Shunda 1 yil burun kirodini bitta nima restoranga kirdik. Nima olib keldi, ovqat. Ha, uzoq olib keldi. Keyin bismillahirrohmanirrohim qo'limni uzatsam qo'lim bitta turib baqib qo'yib, buni pichoqda kesib yurganda ilmiy dedi. Billah borgan sherigim. U oldin borib yurar ekan. Hali oq pichoqni hech umrimda ko'rmaganman. Böyle bilkasini ham ushamaganman. Bunday ushasam, hani pichoq o'tmasning ketadi. Bunday qilsam. Diqqatim oshib ketdi. Yeb olmaydi. Shunda pop etib chiroq o'chib qoldi. Chiroq o'chib qoldi. Xudoga shukr, endi yo'qolaman ekan dedim. Shuni qo'limni uzatdim. Shuncha yorib ketdi. Shunda nima bo'ldi aytaymi? Ovqatlanish joyin dedilar restoran. Umrimda ko'rmagan chun bo'ldim hayron. 4 stul o'rtasida bir yaxshi xon, xizmatingda turadir bir yosh juvon. O'ng qo'limda pichoq, chap qo'lda vilka, chanohi nomli ovqatini quyib kelmish tuvakka. Buning o'rniga mayli yer edim qop-qora bo'lka, ichishni bilmay qoldim uyatga. Bir tomonda bor ekan muzika xonasi, haligi chiroq o'chgan joy. Bir tomonda bor ekan muzika xonasi. Bilmadim bormi alarda shaytonning vasvasasi. Yer tepishar, irg'ishlashar 3-4 ta devonasi, o'g'ilmi qiz bilib bo'lmas bir xildir andozasi. Bu emjirmiş ansamblini oltin, hiç bilmez ekanmiz bu muzika zotini. Xovxovlashar, vovvovlashar eru xotin, tili churchut yo ingliz yo latin. Bir soatda men qutuldim ovqat yemoq azobidan, shukr qildim Xudoyimga, qornim to'ydi havosidan. Keyinchalik bu ishlarni bilib oldim. Pichog'u vilkasini xo'p ishga soldim. O'ng qo'lda pichog'u, chap qo'lda vilka, langetu tabakasini qildim tilka. Ishimizni olib qo'yib, bitta qo'yib pashqalab bu 79-yilda yozilgan. Hajji Alla Pugachovani ko'rganim bor. Nima? Aka, bu haligi gaplarni hozir. U Salimjon, Ulfa Azim qalbi salim